Trenajyorlarda yig'ilish jarayonidan qisqacha video. 10 ta trenajyordan 7 tasi yig'ilib bo'ldi. Bitta narigi darvoza tarafda turibdi, 6 tasi mana turibdi. Hozir yig'ilish qanday bo'lyapti? Перехатga qilinyapti, ushlatilyapti, ligrovkalar to'g'irlanyapti. Keyin quyib chiqilyapti. Polni hamma choklarga quyib mahkamlab chiqilyapti. Keyin shlipovka qilinyapti, bitta tekizlanyapti. Shu bilan chiqib ketadi svarka ishdan. Hozir svarka bo'lgan 3 ta, 4 ta narigi bilan. Bu 3 ta hali svarka bo'lmagan. Lekin ushlatilgan, quyishga tayyor. Endi umuman yig'ilmagani bor, yig'ilmagan 3 ta bor. Mana shu 3 ta yig'ilsa, o'sha 10 ta tayyor bo'ladi. 3 kunda chiqib ketgan bo'ladi. Agar bugungi uspet qilsa, bugun bo'lmasa ertagalikka qoldi. Hozir peshindan o'tdi, soat 1:30 bo'lyapti. Yig'ishdan oldin ikkala tarafdagi bokovinalarni bir-biriga tenglab 0 holatga kelgizib olinadi. Bo'lmasa mexanizm yurayotganda, mana mexanizmni ko'ringlar. Shu mexanizm yurayotganda ligrovkadan chiqib ketadi, tekis borib kelmaydi. O'shuning uchun yig'ishdan oldin bir-biriga tenglab 0 holatga kelgizib olinadi.